Korobka uy olib, o'zimni vkusimga yarasha chiroyli qilib remont qilib olaman degan odamlar uchun zo'r taklifim bor. Mana shu ko'rib turgan Novostroykalarda korobka holatdagi uyimizni sotuvga qo'yildi. Umumiy maydon 84 kvadrat, lokatsiya vashshi zo'r joyda joylashgan. Yunusobod tumani, Bodomzorda. Mana chorrahadan bir 50 metr ichkariroqda. Lokatsiyasiga vashshi gap yo'q. Mana shu domimizni. Mana ikkinchi qavatimizga ham chiqib oldik. 8 qavatli g'ishtdan qurilgan binoyimizni. Mana bu liftimizni, mana pandis ko'ringlar, qanaqa katta. Chiroyligini qilib qo'yishgan. Mana bu yerda uyimizda joylashgan. Bu krushimiz, koridor ko'ryapsizlar qanaqa kattaligini. Birinchi o'ng qo'limizda bu yoqda hojatxona uchun joy qoldirilgan, dushovoy ham qilib qo'ysa bo'ladi ichiga. Bu yoqda bo'lsa oshxona. Uyimizda ikkita balkon bor, mana bu yoqda ham balkoni bor. Naryoq tomonda ham balkoni bor. Endi keyingi xonamiz bu kattagina mehmonxonamiz mana o'rtada joylashgan. Bu yoqda bo'lsa yana bitta sanuzul bilan yuvinish xonasi uchun joyimiz. Bu endi yotoqxonaga mo'ljallab qilib qo'ysangiz bo'ladi. Mana bu yerda balkon. Balkon zo'r balkon ekan, uzungina. O'rtoqlar, xullas shu uyimizda sotuvga qo'yildi. Korobka holatida, planirovkasi zo'r, lekin kelib yana o'zgartirib olsanglar ham bo'ladi agar ma'qul bo'lmasa. Narxlarni videoning tagiga yozib qo'yamiz. Aloqaga chiqinglar. Srochniy sotilyapti o'rtoqlar. Narxlari joyida, tepasida kelishiladi.